Olam zodi qanchalik cho'ng? Olamning sirtida yana nima bor? Bu bo'lsa Gagarin, insoniyat tarixida tunji bo'lib olam bo'shlig'iga chiqqan olam uchquvchisi. Bu bo'lsa Hubble teleskopi, hozirgacha dunyodagi eng o'tkir optiklik teleskop. Bu Bayqash nomli olam aeroplani bugun Amerika davlatlik muzeyida mangulik saqlanayotdi. Bu bo'lsa xalqaro bo'shliq punkti, hozirgacha yer sharini cho'rdab 66 ming qatim aylanib bo'ldi. Bu bo'lsa Saturn 5 nomli to'shquvchi raketa bo'lib, ittirish kuchi eng chong to'shquvchi raketa. Bu bo'lsa Bennu kichik sayyorasi, bir yer shariga nisbatan yoshirin xavf elib kelalaydigan kichik sayyora. Bu bo'lsa Deimos, Marsning eng kichik bir hamrohi. Bu bo'lsa 243 IDA, insonlar payqagan tunji hamrohga ega kichik sayyora. Bu bo'lsa Vesta sayyorasi, yer sharida turibla ko'z bilan ko'rgilib bo'ladigan eng yorug' kichik sayyora. Bu bo'lsa Serira, Neptunning orbitidagi eng chong kichik sayyora. Bu bo'lsa MK2, sayyora Makemake'ning birdan-bir hamrohi. Bu bo'lsa Pluton, insonlar tunji bo'lib payqagan qo'ybir balbig'idagi osmon jismi. Bu bo'lsa Yevropa, ya'ni Yupiterning hamrohi. Yer sharidan boshqa hayotlik mavjud bo'lishi nihoyat mumkin bo'lgan planet. Bu Oy shari, yer sharining birdan-bir tabiiy hamrohi. Bu bo'lsa Io planeti, ya'ni Yupiterning ikkinchi hamrohi. 400 ortiq harakatga yanartoqqa ega bo'lgan bir hamroh yulduz. Bu bo'lsa Merkuriy, Quyosh sistemasidagi eng kichik sayyora. Bu bo'lsa Titan, Qisaskorlar ittifoqi nomli kinodagi Thanosning yurti. Bu Mars, Muskning olam bo'shliqni mustamlik qilish planining nishon yeri. Bu bo'lsa Sirius B, hozirgacha bilingan massasi eng chong oq patak yulduz. Bu Venera, Quyosh sistemasidagi eng issiq sayyora. Bu bo'lsa Yer shari, Quyosh sistemasidagi hozirgacha bilingan birdan-bir hayotlik mavjud bo'lgan planet. Bu bo'lsa Kepler 22b, NASA bayqagan yer shari bilan bo'lgan oraliqi 600 yorug'lik yili keladigan bir dona yashashga mos kelgan planet. Bu Neptun, Quyosh sistemasidagi eng qahrton sayyora. Bu bo'lsa Uran, bir dona Quyoshni yotgan holatda orbitlik aylanadigan sayyora. Bu bo'lsa Saturn, hozirgacha Quyosh sistemasidagi mukammal sayyora halqasiga ega birdan-bir sayyora. Bu Yupiter, Quyosh sistemasidagi eng chong sayyora. Bu bo'lsa Quyosh, 10 milliard yil umr ko'ra oladigan bir dona turg'un yulduz. Bu bo'lsa Sirius A, kecha osmondagi eng yorug' turg'un yulduz. Bu Javzo yulduz turkumi Plax B, 34 yorug'lik yili yiroqlikdagi Javzo yulduz turkumidagi bir dona gigant yulduz. Bu bo'lsa Qavis yulduz turkumi A, Samon yo'lining markaziga joylashgan darajadan tashqari massasiga Qarinko'l. Bu bo'lsa Ariftor yulduzi, Padichi yulduz turkumidagi eng yorug' turg'un yulduz. Bu bo'lsa Aldebaran, 65 yorug'lik yili yiroqlikdagi Oltin yulduz turkumidagi bir dona qizil gigant yulduz. Bu bo'lsa Rigel, 860 yorug'lik yili yiroqlikdagi Orion yulduz turkumiga joylashgan eng yorug' turg'un yulduz. Bu Tapanchi yulduzi, Samon yo'li sistemasidagi hozirgacha bilingan eng yorug' turg'un yulduz. Bu bo'lsa Betelgeuse, 640 yorug'lik yili yiroqlikdagi Orion yulduz turkumidagi bir dona gigant qizil yulduz. Bu Qalqon yulduz turkumi Yuay, insonlar hozirgacha bilgan hajmi eng chong turg'un yulduz. Bu bo'lsa M87 yulduzlar sistemasi Qarinko'ri, insonlar tartgan tunji parcha Qarinko'rining surati. Bu bo'lsa NGC 3842 Qarinko'ri, 320 million yorug'lik yili yiroqlikdagi Asad yulduz turkumidagi darajadan tashqari massasiga Qarinko'l. Bu bo'lsa TON 618, insonlar hozirgacha bilgan eng chong Qarinko'l. Bu Mushko'z tumanligi, insonlar hozirgacha bilgan qurilmasi eng murakkab bo'lgan yulduz tumanligi. Bu bo'lsa Badina 68, 500 yorug'lik yili yiroqlikdagi Yilonchi yulduz turkumiga joylashgan tutuq tumanliq. Bu bo'lsa M57, 2000 yorug'lik yili yiroqlikdagi Lera yulduz turkumiga joylashgan bir halqismon yulduz tumanligi. Bu bo'lsa Kepinak yulduz tumanligi, bir dona halokatga yuzlangan turg'un yulduz purkib chiqargan qo'sh qutblik gaz jism. Bu bo'lsa Qisqushpoq tumanligi, darajadan tashqari cho'ng yulduz portlab qoldirib qo'ygan qoldiqlar. Bu Kepler odatdan tashqari yangi yulduzi, Samon yo'li sistemasidagi ko'z bilan ko'zatgili bo'ladigan eng oxirgi bir dona darajadan tashqari yulduz. Bu Tycho odatdan tashqari yangi yulduzi, 7500 yorug'lik yili yiroqlikdagi Cassiopeia yulduz turkumiga joylashgan bir darajadan tashqari yangi yulduz. Bu Sagyushki, Amal yulduz turkumiga joylashgan bir dona ellipsman patak yulduz sistemasi. Bu O'mchik tumanligi, Shamshar biliq yulduz turkumi, cho'ng Magellan yulduz sistemasidagi bir yayilma tumanliq. Bu Badina yulduz sistemasi, 1.600.000 yorug'lik yili yiroqlikdagi Qavis yulduz turkumidagi bir tartibsiz yulduz sistemasi. Bu bo'lsa Salyut yulduz sistemasi, 20 million yorug'lik yili yiroqlikdagi Oqqo yulduz turkumiga joylashgan yulduz sistemasi. Bu bo'lsa Samon yo'li sistemasi, bir diametri 100 ming yorug'lik yilga yetadigan, yesha olam bilan asosan o'xshaydigan qadimiy yulduz sistemasi. Bu bo'lsa Xog osmon jismlari, 8 milliard dona ko'k rangli turg'un yulduzlardan tarkib topgan, asosan mukammal bo'lgan nur halqasi.
Bu Chaq yulduz sistemasi 500 million yorug'lik yili yiroqlikdagi Harvikesh yulduz turkumiga joylashgan bir linzasimon yulduz sistemasi. Bu bo'lsa Andromeda yulduz turkumi yulduz sistemasi 4 milliard yildan keyin Samanyolu sistemasi bilan o'zaro so'qilishi mumkin. Bu IC1101 insonlar hozirgacha bilgan olamdagi eng chong yulduz sistemasi. Bu yerlik yulduzlar sistemasi gruppasi 50 dan ortiq yulduz sistemasiga ega. Bu Sunbula yulduz turkumi odatdan tashqari yulduzlar sistemasi to'pi. Jami 2000 dona yulduzlar sistemasiga ega. Bu bo'lsa Laniakaya odatdan tashqari yulduzlar sistemasi to'pi. U 100 mingdan ortiq yulduz sistemasini o'z ichiga oladi. Bu bo'lsa Giganet darajadan tashqari cho'ng yulduzsimon jism. Insonlar hozirgacha bilgan olamdagi eng cho'ng, massasi eng og'ir qurilma. Bu bo'lsa butkul ko'zatkili bo'ladigan olam. Uning diametri 93 milliard yorug'lik yiliga yetadigan bo'lib, insonlarning hozirgacha bo'lgan bilishining eng yuqori cheki. Olimlarning farziga asoslanganda ko'zatkili bo'ladigan olamning ustida yana sanoqsiz ko'p olam mavjud bo'lishi nihoyat mumkin ekan. Shundoq, mana bu bizning olam. Biz mangu chiqib ketolmaydigan olam. Shu damda yana orqamizga qaraganimizda biz butun umrimizni sarf qilib qo'llashgan nom-shuhrat va manfaat, chirmishib ketgan tuhfa va savalliklar olamning o'lchami doirasiga ko'tarilgandan keyin hamma narsa, barcha ko'ngilsizliklar, qarmoqqa hammasi o'rinsizdek turadi. Hayotning ahamiyati zodi nima? Bu videoni ko'rib bo'lgandan keyin ishonamanki sizning qalbingizda allaqachon bir yangi javob hosil bo'ldi. Bugungi mazmun mush yerda oxirlashdi.